Perqirg'ich o'yinchiqni o'ynash. Hey Gova, bizda hozir 3 to'p bor. Tez tutib ol. Voyja. 3 to'p menga jiq bo'lib ketdi ekan. Shundoq, birini oziltib etsak bo'ladi ekan. Voyja. Markes, men bir topda ketkizib etdim. Chiqaraq ekran hamisha Govuni qo'rqitib yutadi. Chiqaraq ekran? Muslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj ekan. Nada g'alati maxluq bizning yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maxluq matematikada she'r paydo bo'ldi. Hey, bu Govuni tag'isi gilov ekan. Teşmo Gilovtağa. Yaxshimsizlar g'alati maxluq matematika tirtikilar. Sizlarni ko'rganimda intayin xush bo'ldim. Men sizlardan yordamingizga muhtoj. Sizga qanday yordam lozim bo'lib qoldi? Mundaq ish Leyli. Men hozir Moslaviyadagi bog'chada eng yangi ko'ngil etishtirga mas'ul bo'lgan. U bo'lsa-mo, perqirg'ich o'yinchoq. Eng yangi ko'ngil etish o'yini. Shundaq. Biroq masala shuki, men uning ishini ochamadim. G'alati maxluqlar kirib o'ynay olmay qoldi. Sizlar menga yordam qilamsizlar? Biz cho'qim yordam qilamiz Gilovtağa. G'alati maxluq matematika ەترىتىدىكىلەر hozirda yo'lga chiqadi. Rahmat sizlarga g'alati maxluq matematika ەترىتىدىكىلەر. Biz Gilovtağa yordam qilib, uning perqirg'ich o'yinchiqining ishini eshib beraylik. Men ishnimanki, biz cho'qim g'alati maxluq matematika o'qimida foyda bad qila olamiz. G'alati maxluq matematika ەترىتىدىكىلەر biz Moslaviya bog'chisiga berib, Gilovtağaga yordam qilib, uning perqirg'ich o'yinchiqining ishini eshib beraylik. Ondan biz bu perqirg'ich o'yinchiqni o'ynab kelaylik. Oy! Vah! Nima degan qaltis o'yinchoq bu? G'alati maxluq matematika ەترىتىدىكىلەر. Sizlarni kelganinglarni ko'rib bakmi xush bo'ldim. Bir qancha g'alati maxluq perqirg'ich o'yinchiq o'ynamoqchi edi. Biroq men ishni ochamay qoldim. Ishga chilmasa o'ynag'il bo'lmaydi. Men echib sinab baqay-a? Ishni ochammidim. Balki Markus ochalishi mumkin. U yo'g'on baslik bo'lgandikin. Men sinab baqay. Bo'lmag'idek, men ochammidim. Bu ish nimishga ochilmaydigandi. Elish. Elish. Bir ko'z maxluq, ikki ko'z maxluq, uch ko'z maxluq, to'rt tal ko'z maxluqi. Ularning hammasi endi g'alati maxluq budilkasiga kirmoqchi. 1, 2, 3 aynik budilkasining ichiga kirdi. Yana biri eshib qoldi. Endi qanday qilishimiz kerak? Biz 3 tal ko'z maxluqqa ehtiyojli, 4 ga emas. Shunga bir ko'z maxluqqa o'zi kelib ketib qoldi. 4 ko'z maxluqdan bir ko'z maxluqni elib olsak, 3 tal ko'z maxluqqa eshib qoldi. 3 tal ko'z maxluqqa dal bu aynik budilkasiga bordi. Endi aynik budilkasining og'zini yopayli. Xayr xo'sh. Rahmat sana matematik ko'rish ekrani bak qaltis bo'ldi. Biz hozir ma'lum bir narsaning soni bek ko'p bo'lib ketsa, umum sondan elib olsak bo'lganligini bilib oldik. Balkim matematik ko'rsatish ekrani bizga ma'lum narsani elib olsak, bu ishni ochiqlab bo'ladi demakchi o'xshaydi. Bo'ladi. Undaqda biz ma'lum narsani elib olsak, ishni ochalig'idekmiz. Biroq, nimani elib olsak bo'la? Men bildim. Ko'z maxluqni elib o'taylik. Voy dud. Bu yerda ko'z maxluqi bo'lmasa-ya. Matematika ەترىتىدىكىلەر, sizlarmi o'ylanglar. Agar biz nimaning soni ko'p ekanligini oydinlashtirib olsak, nimani elitish kerakligini bilamiz. Shundaqmi? Saqlash uyida g'alati maxluqlar ko'pkan. Menimcha, saqlash uyida maxluqlarning soni ko'p bo'lib ketibdi. Menimcha matematik ko'rish ekrani bizga saqlash uyidagi g'alati maxluqlarning soni ko'p. Oziltib yetish kerakligini da'vatgan o'xshaydi. Matematika ەترىتىدىكىلەر, sizlar-chi? Bo'ladi, sinab baqaylik. Undaqda biz qancha tal g'alati maxluqni elib olsak bo'ladi? Biz avval saqlash uyida qancha g'alati maxluq borligini sanab baqaylik. Avu o'rindiqlar vaqtliq saqlab turish uchun qo'yilgan. To'g'ri dedimmi, Gilovtağa? To'g'ri dedingiz, Leyli. Shunga meningcha biz bu saqlash o'rindiqiga qancha g'alati maxluq o'ltirsa bo'lganligini oydinlashtirib olaylik. Andan keyin o'ltiramay ishib qolgan g'alati maxluqlarni elib o'taylik. Kelinglar matematika ەترىتىدىكىلەر bizga yordamlashib, o'rindiqda qancha g'alati maxluq o'ltira oladiganligini sanashib beringlar.
Bo'ladi, siz birinchi o'rindiqda o'tiring. Bir g'alati maxluq o'ltirdi. Siz ikkinchi o'rindiqda o'tiring. İkisi o'tira oldi. Andin, siz 3-o'rinda o'tiring. 3 maxluq o'ltirdi. Hozir hamma o'rindiqlarda odam o'ltirdi. O'rindiqda faqat 3 g'alati maxluq o'ltira oldi. Yana bir g'alati maxluq ishib qoldi. Matematika ەترىتىدە sizlarcha bu g'alati maxluqni qanday qilamiz? To'g'ri, elib bitimiz. Biz umumiy maxluqlardan biri g'alati maxluqni elib o'taylik. Undaqda bu g'alati maxluq pirqirg'ich o'yinchiqni o'ynayamam-da. Endi ish qilmang, Govo. U g'alati maxluq keyingi qatimda o'ynasa bo'ladi. İş geçildi. Biz 4 g'alati maxluqdan bir g'alati maxluqni elib o'tdik. Hozir 3 g'alati maxluq qoldi. 4dan birini elib o'tsak, 3 qoldi. Pəqət bo'ldi. Soldi. Tez cho'rgilgan pirqirg'ich maxluq. Endi texnik ko'p g'alati maxluqlar o'ynay oladigan bo'ldi. Bizmi chiqib o'ynasak bo'lamdi, Gilovtaga? Albatta. Av g'alati maxluq bir qancha amralarga muhtoj. Balki men sizlarga qo'shilib o'ynashim kerakdir. Xos bo'ldi. Vah! Hey, to'xtanglar. Bu o'rindiqlar hammamizning o'ltirishiga yetmaydi ekan. Bu qatim o'tirmoqchi bo'lgan g'alati maxluqlarmi bak ko'p bo'lib ketdi. Endi biz qanday qilamiz? Elish. Elish! Yo'g'on ig'iz g'alati maxluq qaqaqlab kirolmaydigan bo'lib qoldi. Uning 3 tal yo'g'on tishlari sayli qilg'il chiqib ketgan edi. Tishlar qaytib keldi. Biroq masala tug'ildi. Tishlar bek ko'p, bir qancha uning tishi emas. 5 tal tishlar qaytib keldi, biroq 3 tal tishining o'rni bor. 2 tal tishni elib o'taylik. Ular ketdi. Xayr xo'sh. Rahmat sana matematik ko'rishi ekrani. Bizga 5 yordam bo'ldi. Biz hozir bir tal narsani elib o'tsak bo'lmaydiganligini bilib oldik. To'g'ri. 5 tal tishdan faqat 3 tal tishlar maxluqning eg'iziga patdi. Eshib qolgan 2 tal tishlar ortiq tishlar. Shunga o 2 ni elib o'tdi. Bizning sonimiz qancha? Matematika ەترىتىدىkilar bizga sanab beringlar. 1 2 3 4 5. Şunu biz cəmi 5 adam. O'rindiqda 1 2 3 o'rinli bor. Bizga qancha adam ishib qolganligini sanab beringlar. Biz qanchani elib o'tsak bo'ladi? Bu o'rinda odam bormi? Adam yo'q. Sizning o'rning ko'vu. Av maxluq birinchi o'rindiqda o'ltirdi. Sen ikkinchi o'rinda o'ltirding. Shu men 3-o'rinda o'ltiray. 3 o'rinliq turdi. Undaqda men qanday qilaman? Men bu batexe. Qaraganda bu qitim sizlar ishkillarni elib o'tsak bo'lgan o'xshaydi. Biz bek ko'p odam bo'lib ketibdimiz. Shunga biz 5 odamdan 2 odamning sonini elib o'tsak 3 maxluq qoladi. Shu 3 odam o'rindiqda o'tira oladi. Paqat bo'ldi. Bo'ladi. Vah, ish geçildi. Bo'ladi. G'alati maxluqlar. Pirqirg'ich o'yinchi chiqib, ching o'ltiringlar. Navbat sizga keldi, Markaz. Bu qatim elish usulini qo'llanishning hojati bormi, yo'q, qarab boqayli. Voy! Men bir tursam ajab birli o'rin eshib qoldi-ku. O'rindiqda 3 g'alati maxluq o'ltira oladigan tursa ajab 2 o'rin oshmay, birli o'rin eshib qoldi-ku. Chunki sizning badningiz 2 kishilik o'ringa kelibdi, Markaz. Siz bir odam 2 o'ringa kelib o'ltiryapsiz. Meningcha shundaq tek turdi. Hey, yana bir o'rin eshib qoldi. Sizmi kelib o'ltiring Gilovtaga. Bu qatim birazini qisqartirishimizning hojati qolmabdi. Bo'ladi, Markaz. Qani, biz yo'lga chiqaylik. To'xtanglar. Gilovtag'imizmi o'yin o'ynayotdi. Undaqda kim bu qo'rqishni to'xtalaydi? To'xtatmasam bo'ladi. Biz puxodan chiqcha o'ynamasak bo'lmadimi? Vah! Yaxshi qilinglar g'alati maxluq matematika ەترىتىkilar. Biz Gilovtag'ga cho'ng'ishni ishib berdik. Hamda bir qo'rqish o'yinchiqning cho'rigilishiga yordam qila oldik. Biz ilishqi munosabat bilimini o'rgandik. Shunga biz g'alaba qozona oldik.